Men erkak kishiman. Tushundingmi? Xohlasam uylanaman, xohlasam ajrashaman. Bitta senga kunim qolmagan meni. Xo'p, adasi, siz nima desangiz shu. Faqat bolalaringiz sizsiz qiynalishadi. Mengacha aql o'rgatma ota kerak bo'lsa, katta bo'lib o'zlari meni topib borishadi, tushundingmi? Otajon, ketyapsizmi? Qachon qaytasiz? Tez kunda ko'rishamiz. Erkinjon bolam, sen kirib uxlagin. Ertaga maktabga borasan. Uyqudan turolmay qolasan, tur jonim. Ha, bo'ladi oyijon. Jonim qizim. Qo'ng'iroq qilib chaqirgan. Bo'ldi, endi tuzala qolgan. Nodiraxon, qo'rqitma qizim. Bolam! Aka. Devam aka. Hali? Erkinjon. O'zingmisan bola? Nima qilyapsiz? Qilmish qidirmish, to'g'rimi? Mana o'sha siz aytgan tez kunda ko'rishib turibmiz. Jon, ketyapsizmi? Qachon qaytasiz? Tez kunda ko'rishamiz. Lekin shu tez kunning ichida onam bilan opam yo'q endi oramizda. Hamma xato qiladi-ku, erkak. Hamma xato qiladi. Gulni oilasini zor qaqshatib tashlab ketgan odam bir kun kelib jamiyatga keraksiz inson bo'lib qolganda, u nima deyiladi-da? O'tgan yili sizlarni qidirib bordim. Endimi? Shuncha yil o'tgandan keyinmi? Faqat uyda begona odamlar yashayotgan ekan. Begonalar? Ular ham xuddi sizga o'xshagan begonalar. Siz ketganingizdan keyin Nodir opamni berib qo'ydik. Ungacha qattiq edingiz. Onamni ham 1 yil oldin pandemiya tashxisi bilan yerga qo'ydim. Unda qattiq edingiz. Onamdan keyin men tirik murdaga aylandim. Butun boshli oilani tutday to'kilishiga sababchi bo'ldingiz. Vijdoningiz qiynalmayaptimi-da? Men o'tgan yildan beri seni qidiraman. Bugun surishtirib zo'rg'a topib keldim chetga. Og'ir bo'lsa ham bir gap aytaman-da sizga. Bolalarim adres qani deb so'raganda, men adam o'lib ketganlar deganman. Boshqa siz bilan ko'rishmaymiz deb umid qilaman. Bu yerda turmasdan keting endi. Ey odam, sen uchun birov ko'rmas tushingni. Avvalo Xudo deb bilib qilgin ishingni. Zolim bo'lib qolma, yig'ib olgin hushingni. Xudo xor qilganning bandasi bor etolmas. Xudoyor bilganning bandasi xor